Assalomu alaykum. Video murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yo'llanmoqda. Murojaatimdan maqsad shuki, men Abdullajonov Jamshid Muhammedovich O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, oilaliman, 4 nafar farzandim bor, voyaga yetmagan, muqaddam sudlanmaganman. Murojaatimdan maqsad shuki, 18 sentyabr 2023-yil Chilonzor tuman prokuraturasi va shahar prokuraturasiga firibgarlik bo'yicha ariza yozganman. Ushbu arizam bo'yicha ish ko'rib chiqilib, Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga topshirilgan. O'tdan ishimni ko'rib, materialni hamma ashyoviy dalillarni, audio va video yozuvlarni taqdim qilishimga qaramasdan materialni yopib yuborishdi. Undan keyin yana bir marta qaytadan tiklatib, yana ariza berdim, yana ko'rib chiqishdi. Ishni tergovgacha olib chiqildi. Tergovga olib borilganda jinoyat ishi qo'zg'atildi deyishdi. Siz ketavering, xabar beramiz deyishdi. Ketganimdan so'ng 10 kungacha hech kim xabar bermagandan so'ng yana qaytib borib so'rasam, ishni yana qaytarib yopib yuborishibdi. Shundan keyin yana 1 yil davomida harakat qilib, arizalarni Respublika prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, shahar prokuraturasi va shahar ichki ishlar boshqarmalariga arizalarni yozib, ishni qaytadan yana ko'rib chiqishligini, ta'minlashligini so'rab yozganimda, ishni qayta ko'rib chiqib, 2024-yil 5-dekabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ushbu ishda jinoyat ishida qatnashgan 3 kishi bo'lishsa, ulardan faqat bir nafariga, shunda ham ayol kishiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. 168-modda 4-qism A bandi bilan uni sheriklari, ya'ni keyin tergovda, surishtiruv davomida aniqlanishicha, o'sha Mo'minov Baxtiyor Aslanova E'tiborni turmush o'rtog'i ekanligi va sobiq Samarqand viloyat prokuraturasi xodimi bo'lganligi aniq bo'ldi. 3-shaxs bo'lsa, ushbu ishda o'zini Bektemir tuman hokimining o'rinbosari deb tanishtirgan fuqaro Aslanova E'tiborni o'g'li bo'lib chiqdi. Shunga qaramasdan meni tergovga taqdim qilgan audio va video, telefon orqali so'zlashganlari va ko'rishganda videoga yozib olingan videolarni stenogrammalarim bilan taqdim qilishimga qaramasdan 2024-yil 5-dekabrdan to shu kunga qadar, ya'ni 2026-yil 1-fevralga qadar hali biror marta ular bilan meni yuzlashtirishmadi. Ularni so'roq bayonnomalarini qilishmadi, faqat aytishlari bo'yicha tushuntirish xati olishgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilganiga 1 yil 2 oy bo'lishiga qaramasdan jinoyat ishi shunchaki qandaydir Aslanova E'tiboriga har tomonlama ligotalar, ya'ni imtiyozlar berish yo'li bilan cho'zib kelinmoqda. Meni nazarimda bu ishda yo korrupsiya aralashgan yoki yuqoriroq mansabda ishlaydigan lavozimli tanish bilishchilik bilan ushbu ishni yopishga harakat qilishmoqda. Endi meni murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bu yil mana korrupsiyaga qarshi kurashish davrida 2026-yilda ushbu ishni Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limida qo'zg'atilgan ushbu jinoyat ishini o'z nazoratingizga olib, qonuniy barchasini qonun doirasida adolat bilan yechimini topishga yordam berishingizni so'rayman. Va ushbu ishda qatnashgan va jinoyat ishiga daxlsiz qilib qoldirib kelinayotgan Mo'minov Baxtiyor va uning o'g'liga nisbatan ham jinoyat ishi qo'zg'atilishida amaliy yordam berishingizni so'rayman, hurmatli prezident. Bu ishda har qancha harakat qilsam ham ishni orqaga surib kelishyapti. 7 oy davomida jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin har xil bahonalarni vaj qilib jinoyat ishiga aloqasi bo'lgan shaxslar bilan yuzlashtirish ham boshqa ham qilinmadi. Va jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar
materiallarda Aslanova E'tibor eri va o'g'li tomonidan berilgan tushuntirish xati va ko'rsatmalari barchasi yolg'on ekanligini dalil isbotlari bilan audio va video shaklda stenogrammalari bilan tayyor holatda taqdim qilishimga qaramasdan faqat shular tomonga yon bosib ishni yopishga harakat qilishmoqda. Hurmatli prezident, ushbu ishni o'z nazoratingizga olib, amaliy yordam berib, jinoyat ishini oxirigacha to'laqonli qonun doirasida olib borilishini ta'minlab berishingizni sizdan iltimos qilib qolaman. E'tibor uchun katta rahmat, salomat bo'ling.